O'rta, sen aytgan joyda o'tiribman. Allo. Ey! Eshityapsan? Voy! Ey! To'xta! Voy mana bular. Bu neyni? Ha, men Toshkent City'daman. To'xta! Bo'ldi. To'xta. Maynochilik qilma, telefonimni ber. Kimsan? Nimaga o'g'irlading? Charchamadingmi o'rtoq? Nima qilganing bu, tushunmadim. O'zing chaqirib o'g'irlaganing nimasi? Hozir ko'rasan. Tayyormisan? Qani? Yoqdimi? Tushunmadimmi? Ha? O'rtoq, nimaga bu? Bu meni mashinam emas. O'zingning mashinang. Buni shunchaki 2 yil oldin sendan olib turgandim xolos. Esladingmi? To'g'risini ayt, qarz oldingmi? Mashinamni sotdim. Sen jinnimisan? Biznesingni boshqatdan boshla. O'rtoq, ertaga biznesim o'xshamasa, mashinasiz qolib ketasan. Sani qo'lingdan keladi, o'rtoq. Men senga ishonaman. Biznesda ilmsizligim tufayli juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganman. Shunda menga bir inson juda ham katta yordam bergan. Bu Ibrohim Gulyamov. Bu inson biznesda tizim qurish va sotuvni kuchaytirishda juda ham katta maslahatlar bergan. Senga ham tavsiya qilaman, o'rtoq. Rahmat. Agar puling ko'payib ketsa, bitta mashina olib berarsan? Xudo xohlasa. O'rtoq, men qaytish uchun qilmadim. O'rtoq, pul, mashina, hammasi bir sabab xolos. O'shanda menga bulardan ham qimmat bitta narsa bergansan. Nima ekan u? Ishonch. O'shanda hech kim menga ishonmagan edi. Buni isbotladim. Isbotladik.